Assalomu alaykum. Yer uchastkalari davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilganda, ayrim hollarda kompensatsiya to'lovlari o'z vaqtida to'lanmasdan qolishi mumkin. Buning natijasida vaqt o'tishi bilan narxlar sezilarli darajada oshib ketadi. Qonunchilikka ko'ra, yer uchastkalari davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilgan taqdirda kompensatsiya to'lovlari oldindan hamda to'liq miqdorda to'lanishi shart. Agarda bu majburiyat bajarilmasa, siz sudga murojaat qilishingiz mumkin. Eng muhim jihati shundaki, sud kompensatsiya to'lovlarini eski narxlarda emas, balki da'vo arizasi sudga taqdim etilgan kundagi yoki sud qarori chiqarilgan kundagi narx bo'yicha hisoblab undirishi mumkin. Ya'ni narxlar oshadigan bo'lsa, sizning ham kompensatsiya to'lovlarini oshirilgan narxlarda olish huquqingiz mavjud. Shu va boshqa huquqiy masalalarda bizga murojaat qiling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.